Keling, organizm uchun eng kerakli bitta kichkinagina organ o't qopi haqida ma'lumotga ega bo'lamiz. Aslida ko'pchilik bu organni oldirib tashlashga shoshiladi. Agar o't suyuqligi chiqmasa, u o'zining asosiy vazifalaridan biri, ya'ni detoks, zararli moddalardan tozalash vazifasini bajara olmay qoladi. O't va o't qopchasi aynan shunday tozalashni ta'minlaydi. Agar bu jarayon buzilsa, ichakda asta-sekin disbakterioz rivojlanadi. Disbakterioz bu shunday holatki, unda ichki muhitdagi foydali bakteriyalar soni kamayib, ularning o'rnini shartli ravishda patogen, ya'ni zararli flora egallaydi. Ya'ni ichki mikroflorada nomutanosiblik, disbalans yuzaga keladi. Keling, nima qilish kerakligini gapiramiz. O't qopchasi doimiy ravishda bo'shab turishi va yaxshi ishlashi uchun ratsionda foydali yog'lar bo'lishi shart. Bu birinchi qadam. Agar avvaliga sizda yog'li mahsulotlarni hazm qilish qiyin bo'lsa, qo'shimcha ravishda fermentlar yoki tabiiy hazmga yordam beruvchi vositalarni, masalan, papaya iste'mol qilish tavsiya etiladi. Biroz vaqt o'tgandan so'ng organizmingiz bunga moslashadi va hazm qilish osonlashadi. Shuningdek, o't suyuqligini chiqarishni rag'batlantiradigan, jigarni faollashtiradigan tabiiy mahsulotlar bor. Masalan, artishok. Men uni juda ham yaxshi ko'rib iste'mol qilaman. Bu kabi mahsulotlar faoliyat jihatidan bir-biriga o'xshaydi, lekin ularning ta'siri yumshoq va samarali bo'ladi. Foydali yog'lar, masalan, slivishniy maslo, yog'li qaymoqlar, zaytun yog'i, yong'oqlar, yog'li baliq, hatto bir ozgina sala bularning muntazam ravishda ratsioningizga qo'shsangiz, organizmingizni qo'llab-quvvatlaydi. Eng qizig'i, bu yog'larni muntazam iste'mol qilish orqali ichaklar ham tozalana boshlaydi va mikrofloradagi muvozanat sekin-sekin tiklanadi. Patogen flora orqaga chekinadi. Bu jarayonni kuchaytirish uchun yana bir muhim qadam bu kletchatka. Bu haqda ma'lumotlarni albatta Telegram kanalimdan olasiz.